Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bugungi videoda sizlar bilan $1000 professional kino taqdim etadigan botni qilib ko'ramiz. Juda ham qiziqarli bo'ladi bu video. Shuning uchun videoga bitta like tugmasini bosib, bizaga obuna bo'lib qo'ysanglar bizadan shunaqa katta motivatsiya bo'ladi bizaga. Iltimos do'stlar, shundoqga kirib podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Shtob yangi nima deydi, videolar chiqqanda srazu nima deydi, xabardor bo'lish uchun. Bittagina podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Judayam sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bizaga kerak. Like tugmasini bosinglar. Unda bo'lmasa ketdik do'stlar. Xo'p, birinchi navbatda bizani kino botimiz uchun nimalar kerak? Xo'p, do'stlar, bu videoda kino botni men o'z kompyuterimizda ishga tushirishni o'rgataman. Yoki hostinglarda buni narsani ishga tushirishni o'rgata olmayman. O'zlaring YouTube'lardan videolar ko'rib, e, harakat qilsanglar bo'ladi. Lekin kompyuterda buni ishga tushirishni o'rgataman. Bu ham anchagina zo'r yo'li, ya'ni unaqa oddiy narsa emas. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan nima deydi, ilovalar kelinglar. pgadmin Tour. Buni PostgreSQL, ya'ni pgadmin Tour'da sizlar internetdan bemalol tortib olsanglar bo'ladi. YouTube'dan, ChatGPT'dan videolar ko'rib xohlasanglar, agar tushunmasanglar bemalol o'shanaqa imkoniyat ko'p do'stlar. Unaqa qiynalmaysizlar. Visual Studio Code. Buni ham o'rnatib olasizlar. Xo'p, Kinobot bu bizani papkamiz. Google Chrome'da esa bizani nima deydi? Ikkita sun'iy intellekt orqali qildim bu Kinobotni. Kinobot tayyor do'stlar. Men qilib o'tmayman sizlar bilan. Men chunki qilib qo'ydim sun'iy intellektlar bilan. Cloud AI bilan qildim va Google AI Studio bilan qildim. Shu ikkita sun'iy intellekt orqali kino $1000 professional Kinobotni qildim do'stlar. Sizlar bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar. Unda bo'lmasa, tushuntirishib o'taman. Kinobot prompt ichida esa bizga kerak bo'ladi bu yo'llar. Xo'p, nima qilamiz? pgadmin Tour'ni kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Visual Studio Code'ni ham kompyuterimizga o'rnatib olamiz. Visual Studio Code ichiga esa Python'ni oxirgi versiyasi yoki qaysilariga ma'qul bo'lsa, o'sha versiyani ham o'rnatib olamiz Python. YouTube'da videolar juda ham ko'p do'stlar. Qiynalmaysizlar, o'ylamanglar. Qiynalsanglar ham ChatGPT bor, Stack Overflow bor. Unaqa kuchli muammolar chiqsa agar, unaqa chiqishi qiyin do'stlar, kuchli muammolar. Xo'p, do'stlar, nima qilamiz? Kinobotni Visual Studio Code'iga o'tkazamiz. Mana bizani papkalarimiz. Xo'p, env example .env ichiga xuddi shunaqa yozasizlar. Env example'ni ko'chirib .env faylga yozasizlar va env example'ni o'chirib tashlaysizlar. Bu shunchaki sizlarga ko'rsatish. Chunki env faylni ko'rsata olmayman, ichiga kerakli ma'lumotlar bor, sizlar ham ko'rsatmaysizlar hech kimga. Chunki ichiga database anaqalar, bot tokenlar bor. Bot token, bot fazerdan olgan IP tokenlarni yozasizlar. Bot fazer orqali, newbot komandasi orqali bot yaratib olasizlar va IP tokenni xuddi shu joyga qo'yasizlar. Admin ID o'zlaringni shu admin bo'lmoqchi Telegram akkauntlaringni IDsini qo'yasizlar. Channel username bu yerda esa nima deydi? Telegram kanalinglar, ya'ni masalan, bugun do'stlar yangi Avatar 2 filmi chiqdi. Kino kodi 143. Shunaqa, nima deydi? Avtomatik kanalga tashlashi uchun o'sha kanalga aynan shu Telegram botlaringni admin qilib qo'yib, nima deydi? Kanalni username'ni shu joyga yozib qo'yamiz. Database URL'i nima qilinadi? PostgreSQL plus async pg. Xo'p, pgadmin Tour'ga kirganimizdan keyin biz PostgreSQL 17 serverdan PostgreSQL 17 ocha olamiz va ichiga database ichiga yangi database qo'shamiz. Create database deymiz. Kino deb yozamiz va save qilamiz. Mana bizani kino degan database'imiz ochildi. Ko'rishingiz mumkin. Username'ga nima yozamiz? Username'ni qaranglar. Username mana pastga turibdi. Login group ichiga Postgres. Mana username'imiz Postgres. Username'ga Postgres deb yozasizlar. Password ichiga sizlar aynan shu pgadminga kino nima deydi, server PostgreSQL 17 yaratayotgan paytlaring sizlardan parollarni to'ldirishni so'raydi. YouTube'da videolar juda ham ko'p. Aytasizlar inglizcha yoki o'zbekcha shunaqa narsani o'rnatmoqchiman deb. YouTube'da videolar ko'p, ko'ra olasizlar. Tushunib olasizlar do'stlar. Xo'p, Kinobot'imizda to'g'risini aytsam xatoliklar bor, lekin xatoliklarni xohlasanglar o'zlaring to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Men iloji boricha harakat qildim. O'shanaqa ko'pchilik kutgan $1000 professional Kinobotni nima deydi, iloji boricha zo'r qilishga harakat qildim.
Aynan shu sun'iy intellektlar bilan Cloud AI va Google AI Studio orqali. Lekin bir ikki xatoliklar bor, ko'rsatib o'taman. Xohlasanglar xatoliklarni o'zlaring to'g'rilasanglar bo'ladi. Sun'iy intellekt xohlasanglar tugmasdan shu Kinobotni ishlatib, Kinobot orqali daromad qilsanglar bo'ladi. Yaxshi kinolarni qo'yib. Xo'p, nima deydi? Password degan joyga o'sha men aytgan boyagi kirish joyiga parolni to'ldirasizlar, o'sha parolni qo'yasizlar. Hostga esa local host. Xohlasanglar, local host bo'lmaydi yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Buni ham ChatGPTdan so'rab bilib olasizlar, qaysi papkaga bo'ladi bu narsa ma'lumotlar. Ko'pincha holatlarda local host bo'ladi. Portiga esa 5432. Bu ham ko'pincha holatlarda port 5432 bo'ladi. Database name boyina biza kino deb ochdikmi? O'sha kinoni deb yozamiz. Kino. Database name o'rniga kino deb yozamiz. Chunki ko'rib turishingiz mumkin, kino degan baza ochdik. Database name o'rniga kino deb yozamiz. Xo'p. Endi nima qilamiz? Endi ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p. Biza chiqamiz mana bu joyiga qaranglar. Python env окружение yasolamiz. Xo'p. Sazda terminal. Xuddi shunaqa 3 ta tugmani bosib, terminal, Sazda terminalni bosamiz. Mana bu joydan va Sazda terminalni bosamiz. Xo'p. Keyin mana bunaqa o'yna chiqadi. Dani bosamiz. Endi Venv окружение установка bo'lguncha biza mana bu ikkinchi skript окружение aktivatsiya qiluvchi komandani ko'chirib olamiz va kutamiz. Hozir установка bo'lyapti. Kinobotimiz mana. Kinobotimiz tayyor. Mana aktivatsiya bo'ldi. Aktivatsiya bo'lgandan keyin kutubxonalarimizni o'rnatib olamiz. Bu orqali request tekst ichida kutubxonalarimiz bor. Xuddi shunaqa komanda orqali kutubxonalarimizni ham o'rnatib olamiz. Kinobotimiz tayyor. Endi kinobotimizni ishga tushirishimiz kerak. Hozir kutubxonalar o'rnatib olishini kutamiz. Juda ham zo'r kinobot bo'lgan do'stlar. Bittagina like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Juda ham qiziqarli videolar hali oldinga sizlarni kutib turibdi. Iloji boricha harakat qilaman. Shunaqa eksklyuziv kontentlarni qilishga. Hech kim qilmagan kontentlarni почти deyarli Kinobot kodini umuman tarqalmagan. Tarqalgan bo'lsa ham pulga tarqalgan. Lekin bu Kinobotni prosta hayron qolasizlar. Bitta like tugmasini bosib qo'yinglar. Zo'r qilib iloji boricha harakat qildim. Chiroyli qilishga, professional qilishga. Ajralib turishiga harakat qildim. O'sha sun'iy intellektlar bilan iloji boricha zo'r Kinobot qilishga harakat qildim. Like tugmasini bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar do'stlar. Kutamiz. Mani nima deydi? Instagramga ham kirib obuna bo'lib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim. Chunki Instagramda ko'proq kontent chiqadi. Endi qaranglar, Python main.py deb yozamiz komandasini. Chunki bizani asosiy faylimiz main.py da joylashgan. Aynan shu main.py ni ishga tushirish orqali botimiz ishga tushadi. Kutamiz. Mana bot ishga tushmoqda. Xo'p, database'imiz tayyor, hamma narsa zo'r ishladi. Gap yo'q. Qaranglar endi Kinobotda schemas deb bosamiz va bu yerdan tables. Mana bizani table'larimiz sanab qildi. Endi qaranglar. Start tugmasini bosamiz. Xo'p. Endi mana bizlar ro'yxatga oldi. Mana. Endi qaranglar, database'dan qarasak, users'ga view edit datani bossak, mana. Mana biza Kamronbek language.uz shunaqa ma'lumotlarimizni chiqarib qo'ydi. Ya'ni saqlab oldi. Xo'p. Qiladigan ishimiz birinchisi qidirish. Любой biza kod yozsak 940 yo'q. Unaqa kino yo'q. Chunki hozir bazamiz juda ham pustoy. Bazani admin orqali to'ldiramiz. Qidirish desak ham nimadir yozsak baribir chiqmaydi. Top kinolar shunaqa, yangi kinolar shunaqa, statistika shunaqa, yangi kinolar yo'q, ma'lumot shunaqa. Tugmalarimiz ham tayyor. Tugmalarni ham ishlatib ko'rdik. Kelinglar admin panelda ishga tushiramiz. Kino tahrirlash va kino o'chirish tugmasi ishlamaydi do'stlar. Kino qo'shish asosiy bizga kerak bo'ladigan tugma, lekin ishlaydi. Kelinglar kino qo'shib ko'ramiz. Kino faylini video dokument qilib yuboring deyapti. Do'stlar, ikkita tugma ishlamaydi dedim, lekin o'sha ikkita tugmani sizlar bemalol ChatGPT sun'iy intellektlar bilan to'g'irlab, ishlatib, ana o'zlaringga moslab, yana Kinobot qayta qursanglar bo'ladi. Hozir bilasizlar, sun'iy intellektlar juda ham zo'r rivojlangan. Kelinglar, kino faylini botga yuboramiz. Xo'p. Избранныйga yo'q, избранный emas. Kinobotga yuboramiz.
Mana biza kino fayli, kino anaqasini kelinglar kodini yozamiz. Kod komandasi orqali kelinglar birinchi kodli kino deb yozib qo'yaylik. Ismini yozamiz. Mayli, Avatar 1 deb yozib qo'yaylik. Jangari deb yozaylik, mayli. Xo'p. Do'stlar, skipni kopировать qila olaman. Skipni kopировать qila olaman. Kino tavsiyasi kerak emas. Xohlasanglar o'zlaring yozasizlar bu narsani video cho'zilib ketmasligi uchun. Buni ham skip qilamiz, yilni. Buni ham skip qilamiz, davlatini. Buni ham skip qilamiz. Qaranglar. Bu joylari ham ishlamaydi. Bu joylarni ham to'g'irlash kerak, chunki komanda orqali qilish kerak. Xohlasanglar sun'iy intellekt bilan to'g'irlasanglar bo'ladi. Hozir 120 deb yozsak, bunaqa kodli kino topilmadi deydi. Menimcha, dasturchilar bu narsani ko'pchiligi tushunadi. Bunga ham skip deb yozamiz. Noto'g'ri komanda yozdik. Skip bosdik. Kelinglar HD deb yozaylik sifatni. Keyin IMDb reytingini kiriting. Agar reyting bo'lsa yozib ko'ringlar. Masalan, bilmadim, 10.5 deb yozaylik reytingni. 0 dan 10 gacha 7.7 deb yozaylik. Zoomdan rasmni yuboring. Kelinglar, biza mana bu zoomdan rasmni yuboramiz. Mana. Ya'ni bu mana kino muvaffaqiyatli qo'shildi deyapti va kanalga joylandi. Nomi Avatar 1, kod 1, admin panel. Qaranglar endi, shular zo'r narsani ko'rsataman sizlarga mana. Mana bizning kanalimizga keldi. Avtomatik bot yuboryapti. Avatar 1 janr jangari. Mana ma'lumotlari kinoni olish uchun botga o'ting deyapti. Qaranglar endi. Eng muhim joyi. Kinoni olish desak, avtomatik start va bizga kinoni chiqarib beradi. Prosta gap yo'q men do'stlar. Kelinglar endi baho berish tugmasini bosamiz. Kelinglar biza 5 bahosini beramiz. A'lo. Baho ham berdik. Statistika. Mana. Baho, baholash soni, ulashish, xohlasak ulashsak bo'ladi kinoni. Lekin bu joyi ishlamaydi, chunki ko'p joylar ishlamaydi, lekin asosiy joylar ishlanadi do'stlar. Bu Kinobotni o'zlaring ishga tushirib, hostingli joylab, yaxshi daromad qilsanglar bo'ladi. Kinobotda reklama qilib, yaxshi, foydali, xalqimiz uchun foydali kinolarni qo'yib, qiziqarli komedik kinolarni qo'yib, foyda, daromad olsanglar bo'ladi. Telegram reklamalaridan va chet reklamalaridan, tashqi reklamalardan, rassilka orqali reklama qilsanglar bo'ladi. Xo'p, biza qayta start tugmasini bosaylik. Va kelinglar biza qidirish tugmasi orqali bitta jangar deb yozib qo'yamiz. Janri jangari. Mana Avatar 1. Kino olish uchun kodni kiriting. Mana 1 desak, mana bahoni o'zgartirsak bo'ladi xohlasak. Bahoni o'zgartirish tugmasi ham ishlamayapti do'stlar. Baribir ishlash kerak botga, lekin iloji boricha $1000lik qilishga harakat qildim do'stlar. Xo'p, statistikani ko'rsak bo'ladi. Shunaqa top kinolar desak, mana chiqyapti. Ikkita ko'rish deyapti. Ya'ni biz 2 marta qayta ko'rganimiz uchun shunaqa deyaptimi? Jangari deb yozaylik yana qayta. Yana top kinolar desak, ikkita ko'rish. Bilmadim, nimadir xatoligi bormi yoki? 1 deb yozsak 3 ta bo'lsa kerak menimcha. Mana 3 ta. Ya'ni biz 3 marta so'raganimiz uchun 3 ta deyapti-da. Shunaqa ko'rishlar 3 ta ekan. To'g'ri. Xo'p. Statistikani ko'rsak, berilgan baholar, ko'rilgan kinolar 3 ta, foydalanuvchi 1 ta. Endi nima qilamiz? Biza ikkinchi akkauntimdan kiramizda, xuddi shuni baholaymiz. Kinobotga kiramiz. Start tugmasini bosaylik. Avval ro'yxatdan o'ta olaylik. Bu eski o'zim test qilayotgan paytimdagi top kinolari kirib 1 deb bosamiz. Mana 1 deb bosaylik. Mana. Kelib baho beramiz. 2 baho beraylik. Qaranglar, endi statistikani bossak, bahoyi 3,5. Ya'ni avtomatik o'rtacha bahoni hisoblaydi. Juda ham prosta gapi yo'q, wow darajada bo'lgan kinobotimiz. Juda ham zo'r. Mana biza kelinglar rassilka qilib ko'ramiz. Admin panel orqali admin deb yozamiz. Qaranglar. Rassilka qilib ko'ramiz. Yubormoqchi bo'lgan xabaringizni yuboring. Nimadir xabar. Ikkita odamga yuborildi. Mana ikkinchi akkauntimizga qarasak, mana bizga xabar keldi. Reklamalarni tarqatsanglar bo'ladi. Foydali, nima deydi, xalqimizga foydali reklamalarni olib, ham daromad qilib, ham mana shunaqa rassilka orqali reklama qo'ysanglar bo'ladi botga.
Kelinglar yana bitta admin panelni bosib rassiyalka qilib ko'ramiz. Bu safar rasmli. Hm, hammasini ishlatsak, hamma narsani test qilib chiqsak juda ham ko'p vaqt ketadi. O'zlaring man do'stlar ishlayotgan kodlarni berayapman. Unaqa ishlamayotgan emas. To'g'ri, ko'p joyida xatolik bor, lekin asosiy xatolar emas. Asosiy xato bo'lsa, men bu videoni olmayacağam do'stlar. Shuning uchun bittagina like tugmasini bosib qo'yinglar. Juda ham katta qo'llab-quvvatlash bo'ladi do'stlar. Iloji boricha harakat qildim sizlar uchun do'stlar. Sizlar uchun, albatta o'zim uchun, kontent uchun bittagina like tugmasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim do'stlar. Xo'p, kelinglar biz rasmli xabar yuboramiz. Mana rasmli xabar переслать qilamiz. Yubordik mana. Ha, mana ikkita odamga yuborildi. Qani qaraylikchi ikkinchi profilimizga. Bo'ldi mana. Ikkinchi profilimizga ham kelibdi. Prosta gapi. Kelinglar majburiy obunani qo'shitib o'rganamiz. Qaranglar. Kino Simcoder 2025 degan. Qaranglar. Admin tugmasi orqali. Xo'p. Majburiy obunani bosamiz do'stlar. Kanal qo'shish. Mana Simcoder. Simcoderni bossak, yo'q, Simcoder adashib ketdim. Xayol ketib qoldi do'stlar. Kino Simcoder 2025. Mana o'sha kanalimiz. Kanal nomini kiriting. Obuna bo'lish deb yozamiz. Mana obuna bo'lish deb yozdik va xatolik chiqdimi? Qayta yozib ko'raylikchi. Ha, bo'ldi mana. Bu kanal allaqachon qo'shilgan deyapti. Ha, qo'shilib bo'pti kanal. Majburiy obunani bossak mana. Obuna bo'lish tugmasi qo'shilgan. Endi qaranglar, biz bu kanaldan chiqib ketamiz-da, покинуть kanal qilib nimadir yozib ko'ramiz botga. Kinoni olib ko'ramiz birinchi. Ana, aytayapti. Kinoni olishdan oldin kanallarga obuna bo'ling deyapti. Biz подписаться qilsak, bizga kinoni taqdim etadi. Obuna bo'ldim, tekshirish. Ana, birda bossak, mana kino taqdim etyapti. Mana bu majburiy obuna deyiladi. Megabaytimiz shilib ketmas yana. Shunaqa gaplar do'stlar. Bu kino kodini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Simcoder kanaliga. Описаниеda ma'lumotlar bor do'stlar. Mana Instagramda 30 mingta bo'ldik va o'sha aytilgan $1000 kinobotni qildik do'stlar. Sizlarga omad. Bu narsani hostingga qo'yib, o'zlaring ishlab daromad qilsanglar bo'ladi. Foydalanuvchilarni ko'paytirsanglar bo'ladi. Brendni rivojlantirsanglar bo'ladi. Hammalaringga rahmat do'stlar, kattakon. Shunchalik meni qo'llab-quvvatlaganinglar uchun hammalaringga rahmat. Like tugmasini bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin qiziqarli kontentlar chiqadi. Bundan zo'r. Iloji boricha harakat qildim do'stlar, sizlar uchun va o'zim uchun, kontent uchun ko'p uchun bo'lib ketdi gaplarim. Hammalaringga rahmat. Like tugmasini bosinglar, obuna bo'linglar. Hammamizni bir-birimizga foydamiz tegsin. Meni sizlarga foydam tegsin, sizlarni menga foydalaring tegsin. Bittagina like tugmasini bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lardim do'stlar. Bu kino kodlarni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol olib, Kinobot kodidan bahramand bo'lsanglar bo'ladi, ishlatsanglar bo'ladi va buni hostingga qo'yib, YouTube'da ko'p videolar. Ja bo'lmasa, hostingga qo'yishda sizlarga qo'llanma beradi. Supportlari, ya'ni поддержкалari. Hammalaringga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.